Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugungi yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biza mana o'zim yaratgan o'yinni o'ynab baho beramiz. Hozircha bir ikkita xatolar bo'lsa, menda emas, mana bunaqa kichkina dushmanlar bitta joyga yig'ilib turishibdi. Xo'p, iqtisodga uy qurishga kiradigan bo'lsak, hozircha mana burchakdan boshlab uy qura boshlaymiz. Birinchi bo'lib daraxtlarni chopishni boshlaymiz. Dala quramiz, uy quramiz va albatta kichkina armiya. Mana askarchalarimiz bularni yo'q qilishni boshladi. Endi esa asta-sekin yo'l qurishni boshlaymiz. Mana bunaqa. Mana odamchalar ham yuribdi. Bu o'yinni yaratishga anchagina vaqt sarfladim. Anaqa qilib qo'ysa, ikkalasi mining qilib turadi. Xo'p, qaraydigan bo'lsak, hozircha kichkina shaharchamiz bor. Yo'q hali. Kichkina shaharchamiz bor. Unga bitta qasr kerak, bunaqa qo'rg'onchadan. Shuning uchun shuni mana bu yerga qo'yamiz va toshli yo'ldan mana bu yerdan bunday o'tkazamiz-da. Hozir bozor va bunaqa do'kondan quramiz. Yo'q, bo'lmas ekan hozircha. Mana. Endi esa aslida mudofaani kuchaytiradigan bo'lsak, bunaqa langar bunaqa ikkita qo'yib qo'yamiz. Yana bitta ferma quramiz. Bittani buzib tashlab, yana bitta ferma qursak bo'ladi. Oddiy bunaqa yo'lkalardan qo'yamiz va texnologiyani rivojlantirish to'xtaylar. Unaqa urushlar bo'lib turadi. E'tibor bermaysizlar, unaqa texnologiyani rivojlantirish. Yo'q. Baliqchilikni rivojlantirish uchun unaqa qilib qo'ydik. Yo'llarni yana unaqa qilamiz. Mana ancha odamlar yuribdi. Xo'p. Biror joyda bunaqa kutubxona qursak ham bo'ladi. Mana bu yerda mana va mana. Endi esa yo'llarni bunaqa shaxmatga o'xshatib qilib chiqamiz. Yana o'zgina daraxt chopish qo'yib qo'ysak va mana bunaqa texnologiyani ham mana shunaqa kuchaytiramiz va yana shaharni shunaqasiga kuchaytirishimiz kerak. Hali shunchagina bo'sh yerlar bor. Dushmanlar ham kelib turadi. Ana qasrlardan sekin ko'paytiramiz. Yo'q, to'xtanglar. Mudofaani hozircha kuchaytirishimiz kerak. Ozgina mana bitta daraxtlarni chopsak, dushmanlar shunchaki kelib yo'q ketishmoqda. Mana bu yo'lchani olib tashlaymiz va mudofaadan ora-orada hozir endi bularni astiga olib tashlab bitta ora-orada anaqa kuzatuv minoralaridan ham qo'yib chiqamiz. To'g'ri, hali o'yinda ko'pgina xatolar bor.
lekin bular ko'z yumgan holda o'yinni o'ynashni davom etamiz. Ortiqcha devorlarni esa olib tashlaymiz. Bitta bunday qo'yib qo'ysak, va mana kichikgina shaharcha paydo bo'ldi. Endi esa bu shaharchada boy qilish vaqti keldi. Suvga yaqin joylarga unaqa fermalar quramiz. Qolgan bo'sh qolgan joylarga esa baliqchilik, menimcha mana bunaqa joylarga baliq tutsa bo'ladi. Hamma kelib mana shunaqa baliqlarga chalg'ib turganda, biz davlatni ancha kuchaytirib turamiz. Yana o'zga mana bunaqa indastrini toshli yo'llardan ko'paytiramiz. Yigirma 7ta aholi bor. Bizada ferma bor, yana nima kerak? Mana qasrdan 3 ta quramiz. Oddiyroq uylardan esa mana katta bu yerda kambag'alroq odamlar yashaydi. Bu tomonlarda esa boyroqlari. Ikkitasini olib tashlaydigan bo'lsak, yana bitta qasrga yetadi joy. Mana va orqada yana har xil texnologiyalar uchun joy qilamiz. Mana tayyor. Odamlar mazza qilib yuribdi. Ye. Armiyani yana ozgina kuchaytiradigan bo'lsak, bu tomonga va yana bu tomonga qo'yib qo'yamiz. Bugunga shu yetsa kerak, shuncha o'ynaganmiz. Hali juda ham yana ko'p joylarga boramiz, ko'p ishlar qilamiz. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yana shunga o'xshash har xil o'yinlar yaratishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, omon.